Nejli kiyinib yuradigan qizlarimiz bormi? Ekranga yaqinroq kelinglar. Qaranglar, o'zim kiyib olganim qanaqangi zo'r bo'lib turadi ustilida. Pastki qismlar qo'sheti juda ham chiroyli qilib ishlangan. Oldi qismlarida shunaqangi Swarovski toshi bilan bezatilgan, yalt-yult qiladi va shunaqangi tumachilar bo'ladi. И кружеваlar bilan ham bezatilgan. Yeng qismiga keladigan bo'lsa, shunaqangi rezinka qilingan, qo'linglarni qisib tashamaydi va кружеваlar bo'ladi. Qo'linglarni juda ham nejli qilib ko'rsatadi qizlarjonlar. Ikkita chetida cho'ntaklar bor, narsalarni solib bemalol yursangiz bo'ladi. Mana buni qaranglar, asalligini juda ham chiroyli rasvetkaga olib kelib qo'yganmiz. O'zim kiyib olganim shunaqangi rozoviy rasvetkasi bor. Bu yoqda xolisanglar shunaqangi fioletoviy rasvetkada olib kelib qo'yganmiz. Yarki bo'lib yurasizlar. Bu yoqda shunaqangi garchishniy rasvetkada bor. Mana buni qaranglar, material shunaqangi zo'rligini bilgan klientlarimiz bilishadi, chunki mazza qilib kiyadigan material va o'zim kiyib olgan ranglardan bor. Razmeriga keladigan bo'lsak, 38 dan 48 gacha turk razmerida 6 qo'shsanglar o'zbek razmeri kelib chiqadi. Hammanglarni Era Fashion Optim do'konimizda kutib qolamiz.